O'zbekistonni pravasi bilan Germaniyada ishlasa bo'ladimi? Bu kategoriya pravam bor, C kategoriya pravam bor, ish bormi, ishlasa bo'ladimi, ish topsa bo'ladimi deb juda ko'p so'rashadi mendan. O'zbekistonni pravasi kelgandan keyin 6 oydan keyin o'tmay qoladi. Ya'ni pravangiz borligi Germaniyaga kelib ishlash uchun sizga juda ham katta rol o'ynab bermaydi, katta ustunlik bermaydi. Mana nemis tilini bilishingiz ustunlik beradi, diplomingiz bo'lishi ustunlik beradi. Biron bir sohada yaxshi tajribangiz bo'lishi ustunlik beradi, lekin prava emas. U kelgandan keyin 6 oydan keyin musurda bunday olib qarasa. Germaniyada prava olish bo'lsa, oson narsa emas. Mana O'zbekistonda hozir dodlab yuribdi-ku odamlar, "Voy, prava olish qiyin bo'lib ketdi" deb. Bu Germaniyada oldindan shunaqa. Uni imtihonlardan o'tish o'zi bir azob. Unda rasxoti yana bitta azob. Oldindan mashina haydashni bilsang, bir omadli bo'lsa 2000-3000 dollar yevro bilan pravani olib qutulsang bo'ladi. Agar haydashni bilmasang, u 4000-5000 yevrogacha ko'tarilib ketadi prava olish. Nemislarni o'zi yig'lab dod deb yuradi prava ololmay. Ya'ni siz tilni bilmasangiz, O'zbekistonning pravasi bilan kelsangiz nimadir bo'lib endi deylik. O'sha kelgan taqdiringiz ham 6 oyning ichida til bilmasdan prava olish deyarli qiyin. Ana teoriya ekzaminini rus tilida, ingliz tilida topshirsa bo'ladi. Uni-ku xo'p topshirarsiz, lekin yezda bor haydash. Nemis bo'ladi 90% holatda instruktor, bu imtihon oladigan odam. Shuning uchun prava sizga katta ustunlik bermaydi. Nemis tili, diplom, ish tajribasi ustunlik beradi.